Hello hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan VIP Gaming kanali. Do'stlar, bugun sizlar bilan PUBG Mobile o'yini uchun gift stol o'rnatishni o'rganamiz do'stlar. Mana shu gift stol ilovasi kerak bo'ladi. Buni Play Marketdan yuklab olish mumkin. Kiramiz do'stlar, bu yerdan kirganimizdan so'ng global yoki bu yerda siz qanaqa PUBG Mobile o'ynaydigan tanlaysiz. Masalan, Mobile yoki Lite versiyasi bor. Ikkovidan bittasini tanlaysiz. Masalan, global versiyasini tanlaymiz. Do'stlar, bu ilova reklama bilan ishlaydi. Ular shuning uchun e'tibor bermaysizlar. Xullas, birinchisini tanlaymiz, ustiga bosamiz. Bu yerdan mana shuni tanlaymiz. Ustiga bir marta bosamiz. Endi esa ikkinchisi FPS. Ustiga bosamiz. Sizga qaysi FPS kerak? Masalan, 90 FPS yoki 60 FPS. Masalan, 60 FPS ga qo'yganlar yaxshi. Bu yerda endi peshga tegmaymiz. Endi mana bunisi tekstura, mana shuni qilamiz. Endi ikkinchisi ham xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Uchinchisi ham xuddi shunaqangi. Demak, mana bu yerda esa telefoningizni xotirasini tanlaysiz. Masalan, bu yerda 32 xotirali yoki 64 xotirali telefonlar uchun chiqarilgan. Masalan, sizning telefoningiz 32 xotirali bo'lsa, 32 ni tanlash kerak. Boshqa narsalarga tegilmaydi. Bo'ldi, mana shu ko'rinishda qilinadi. Bu yerdan hammasini tanlab bo'lgandan so'ng Assert tugmasi bosiladi. Va endi reklama chiqib qoldi. Buni tanlaganimizdan so'ng va mana shuni bosamiz. Bu yerdan ruxsat berish kerak deyapti. Hozir mana bu yerga kiramiz. Ruxsatnomalarga kirib mana bu yerdan ilova ruxsatlariga kiramiz. Ilova ruxsatlaridan mana shu ikkalasini yoqib qo'yamiz. Ochiq turgan bo'ladi. Bu yerda avtomatik boshlashni yoqib qo'yamiz. Bo'ldi, chiqib ketamiz endi. Room game. Mana shu ko'k tugmani bosamiz va o'yinga kirib ketadi. Bugungi videomiz shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosing va kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.